Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yil 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 18-bob. Jangohdagi qiyomat. Agar qonxo'r yov bilan qilishsang jang, ravodur qancha ko'p qinini to'ksang, xusrov dehlivi. 1. Milliy armiya jangchilari ko'zlaridan o't chachirtib düşmanga yo'lbostak etilishga tayyor bo'lib turadi. Barat palvon otda mag'rur o'ltirib, yiroqlarga nazar tashlaydi. Shamol xonning so'zlarini eslaganida vujudida yangi bir kuch-quvvat tashqinlaydi. Qurbon Chimangul uchun qisos ilishga aldirayotdi. Barat palvon uning g'amkin chiroyiga qarab qo'yib, ichi ko'ygandek bo'ldi-da, ko'zlarini o'rnidan ilib qochdi. Shu hamon uning qulqiga qurbon bo'lgan sabdoshlarining ota-onalarining yig'izlari anglangandek bo'lib, dushmanga bo'lgan g'azab nafrati kuchaydi. Xudo, sen mushu qitimqi urushda menga madad berib, jinimni omon qilib, sabdoshlarim uchun qisos ilishimga, xalqning ozodligini tezroq ishga oshirishimga madad bergaysan, deb asta pichirildi u. Bularning oldida 100 metr oraliq qoldirib, Milliy armiyaning oldin razvedka qilish qismi ketib boradi. Bular qizil tuz orqali minib, Muhammad G'angzining janglisini yaqinlab, sahar bilan Mo'fanga yetib bordi. Bu yerda dushmanning 1000 ga yaqin odami bor edi. Dushman turishliq joyning atrofi dala bo'lib, nahiyaning ichida oilaliklar oz o'ltiraqlashgan edi. Leskin dushman tarafni tafsiliy kuzatgandan keyin 3 tarafdan hujum qilishni planladi. Shu plan bo'yicha hujum boshlandi. O'qlar yomg'irdak yig'vatadi. Jangchilar shiddat bilan olg'a ilgarilaydi. Ular shundoq ilgarilab borganicha Mo'fani ishg'ol qildi. Dushmanlar sarosima ichida qo'llarini ko'tarishib, titrab turishadi. Milliy armiya jangchilarining g'urra sadolari bilan dushman qo'rg'oniga bo'sib kirishi ularni aloqzoda qilayotgan edi. Ajoyib ish, dedi o'z-o'ziga Leskin. 2 soat qolmay bu yerni ilib bo'ldik. Bundaq botir azmatlarni uchratmoq qiyin. Bizga hech qanday ziyon bo'lmadi. Doklad, dedi oldin razvedkaga ketgan bir jangchi tik turgan holda. Dushmanlar Durbiljin tarafdagi ko'rikni ishg'ol qilib, 5 mashina askar bilan bu yerga kelyotidi. Men hozirla Barat palvonning qismini avatay. Xo'p, Leskin buyruqni Barat palvonga yetkazdi. Barat palvon shu hamon otlanib, ko'rikka oz qolganda kelayotgan 5 mashinani ko'rdi. Biz kuchni markazlashtirib, avval mashinaning chaqiga o'q atayli. Bo'ladi, komandir, dedi Turdaxun yuqori ovozda. Ular shiddat bilan hujumga o'tib, 4 mashinani izida to'xtatib, uningdan qiya-chiya qilib tushgan dushmanlarni etishga boshladi. Bir mashina Durbiljin tarafga qochib ketdi. Shuncha atsam dardim chiqmayotidi, dedi Qurbon pushildab turib. Barat palvon uningga qarab azoblangandek bo'ldi-da, urush rahimsiz bo'ladi ekan, deb o'yladi. Ajab oson taslim bo'ldi bular. O'zimni rosa bir ko'rsatib qo'yay degandim, dedi Qosim Joda. Oldimizda texe nurg'un urushlar bor, dedi qari quvon chiroyini ochmay. Nima degan to'n qapoq nimasan? Bir kulginani ko'rmadim-ku. Qapiqim urushda g'alaba qilgandan keyin ichiladi. Barat palvon Leskinning yiniga borganda u nimalarnidir xiyol qilib o'ltiradi. Doklad, komandir, u tarafdan ishlari iziga tushdi. Yaxshi, biz bu yernimi shamol o'tanimi ilib bo'ldik. Endi bu yerni tartib silib qo'yib, Durbiljinga mangimiz. Sizlarda ajoyib bir xil yavoyilik bor ekan. Siz bizga haqorat qilmang. Ularni Gomindaning dahshatli zulmi shundoq yetishtirgan. Men degan polk boshlig'i gap yandurma. Xato gap qilgan odamlarga gap yandirish haqliq. Leskin kulib ketdi. Ajoyib yuraklikdasan. Men sana qoyil. Daxyanzda shunchalar dushmanning ustiga besib kirgan nimadasan? Agar men ishingga to'p silib qo'ysam, menga jang e'lon qilamsan? U Uyg'urchaning ravon so'zlaydi. Siz qor ko'ngil bo'lsangiz, albatta sizga jang e'lon qilaman. Ikkinchi, ular
Tüp-tüz dalada Dürbilcinga qarab mаңdi. Düşman aeroplanlari past uchib kelib, ularni bombardiman qilatdi. Ular bir tarqalib, bir yig'ilib, yurishni davom qilyotdi. Shu xil yurish bilan Kurti yezisini bir yo'lala ishg'ol qilib, bu yerda dam olib g'izolangandan keyin Emil daryosiga yaqin joydagi Oqsuv yezisiga yetib bordi. Kuomintang barliq kuchini Emil daryosi bo'yiga va ikkinchi istehkom qilgan qozoq maktabi atrofidagi Konisipil do'nligiga joylashtirgan edi. Milliy armiya qismlari qaysarona ruh bilan olg'a ilgarilab, daryo bo'yiga yaqinlab bordida, shu yerga yaqin bir bog'ga o'rlashdi. Jangchilar jiddiy tutish qilib hujum qiladigan tarafga xandak ko'lab, shu yerga joylashib oldi. Bular amdi o'zlarini xili bexatar his qilishdi. Shu arada miltiq surtayotgan bir jangchining miltiqidan tuyuqsiz o'q chiqib ketdi. O'q ovozini anglagan dushmanlar bularga qaratib o'q yog'dirdi. O'q daraxt shoxlarini uzib tashlaydi. Jangchilar hujum qilish buyrug'i tushmagicha o'z ishlari bilan mashg'ul bo'ldi. Bular bilan dushmanning oraliqi 100 metrcha keladi. Bularni Emil daryosi ayirib turadi. Daryo atrofi buk baraqsan o'rmonlar bilan qoplangan bo'lib, urush dahshatidan bexabar holda o'z go'zalligini namoyon qiladi. Daryoning u tarafida dushman potaylari cho'qchiyib turadi. Tong suzilib, quyosh qonrang ufqdan ko'tarilib, o'zining zar nurlarini zaminga baxsh etgandan keyinmi, dushmanlar o'q etishni yanada to'xtatmadi. Ana tabiat ajoyib go'zal tusga kirib, o'zining husndor jamolini ochgan edi. Larzan shamol osmonda uzib yurgan oq bulutlarni uchirib, bir xil go'zallikni jilvalantirishga urinatdi. Munglangan zamin yuzidagi giyohlarni yenik silkib o'tadi. Jangchilar bir xil jiddiylikdan bearam bo'lib, bir-biri bilan nihoyatda qisqala paranglashadi. Adash, men xatarga yo'l qilib qolsam, dushman qo'lga tashlab qo'ymanglar. Amal bo'lmaganda aytib o'tinglar. Uydagilarga salom aytinglar. Ular bu so'zlarni nihoyatda g'amkin holda ta'sirda deyishatida Xudodan bizni amon qilg'aysan deb tilaydi. Birdilla shamol kuchayib dushman tarafga urilishga boshladi. Shamolmi ularga qarshi chiqyotdi. Amdi miltiqni quchoqlab yotmasak bo'ladi, dedi Turdaxun. Xudo bizga madad beryapti. Ey Xudo, ishlarimizni o'ng qilg'aysan, dedi Ablis qari ig'ir tortib. Xudo bizga madad berdi. Yo'lda kelgucha aeroplan o'qlari shundoq yig'ib turdi, lekin bizga tegay demidi-ku. Faqat bir etimizg'ila o'q tegdi, dedi Sidiq Ko'kko'z ko'zlarini parqartib. Alloh qudratlidir. Hujumni boshlasak bo'lmamdi. Nimaga yotadiganimiz? Tuxum bosgan mekandek, dedi Qosim Jo'da chechilib. Hujumga o'tish buyrug'i tushdi. Jangchilar chaqmoq tezligida tayyor bo'lishdi. Shamolning qarshi tarafga urilib turishi bular uchun foydali sharoit hozirlab berdi. Jangchilarning ko'zlaridan o't yenib, qonlari qizib ketdi-da, dushmanning yomg'irdak yig'ayotgan o'qlariga parvo qilmay, birda o'milib, birda ingishib minib hujumni tizlatdi. Jangchilarning otgan o'qlari potay to'shikchilarga kirib ketib, dushmanning to'xtamay etilayotgan pulemotlari besqib qoladi. Barat palvon boshchiligidagi jangchilar Emil daryosi ko'rikining ostida daryoni kechib o'tib, ajoyib botirlik bilan dushmanga zarba beryotdi. Barat palvonning orqasidan dushmanga o'q uzib ketayotgan Yusufga o'q tegib yiqildi. Uning keynidan bir necha jangchiga o'q tegdi-da, daryo suyini qip-qizil qonga bo'ydi. Yusuf! Varqirdi Qaraquvon. Sabirjon! Varqirdi Barat palvon. Barat, sizlar ilgirlaveringlar. Bularga men bor. Minginglar. Qaraquvon shundoq deb daryoga o'zini otdi. Dal shu asnoda uning orqasidan kelayotgan Ablis qarining chekisini o'q surib o'tib ketdi. Anangni, dedi Ablis qari g'azab bilan. Ular daryodan o'tkicha 17 jangchi qurbon bo'ldi. Qaraquvon Yusuf qatorliq bir necha jangchini daryodan suzib chiqqanda, ular mangulik uyquga ketishgan edi. "Xap anangni, senlarni!" deb hurkirdi Qaraquvon. Ondan
daryoning qarshi qetiga qarab suvni shalaqitib kechib yugurdi. Ular daryoning qarshi qetiga chiqqanda dushmanning bir potiyidan shiddatlik o'q yig'ib oldiga ilgarilashga imkoniyat bermadi. "Menga granatlarni beringlar", dedi Barat palvon yenidagi bir necha jangchiga. Ular darhol granatlarni berishdi. Barat palvon granatlarni birlashtirib chigib turganida Nasraxun uning yiniga o'mlab keldi. "Men baray", dedi Nasraxun. "Sen bu yerda bo'lmasang bo'lmaydi. To'la so'zlama, nimaga valaqlaysan?" Barat palvonning judini o'rlab qolgan edi. U yer beg'irlab mengib, potega qarab ilgariladi. Ko'zlaridan o't yenib, vujudi g'azabdan chayqaladi. Uning ko'ziga birla raqibidan boshqa hech narsa ko'rinmayotdi. O'q, granatlarning etilgan ovozlari uning qulqiga kirmayotdi. U potayning tuviga chaqqanlik bilan kelib olib, uning ichiga kuchab turib, birlashtirib chigilgan granatlarning pilikini uzib tashladi-da, o'zi bir necha qadam keyniga chekinib, dum yetib oldi. Dahshatli gumbirlashlardan keyin Barat palvon o'rnidan turib, qattiq varqirdi. "Vurro!" Uning kuchli ovozi atrofni zilzilaga soldi. Jangchilarmi o'rinlaridan turishdi. Vurro sadolarini yangritib, noya ichiga qarab atlandi. Dushmanlar birinchi sapdan chekinib, ikkinchi sapga o'tgan bo'lsa-mu, yanada bardashlik berolmadi. Sidiq Ko'kko'z Qosim Jo'da eshiklarni to'xtamay qaqatdi. Bor kuchi bilan asabiylarcha varqiraydi. "Ozod bo'ldinglar, sirtqa chiqinglar!" Ular bir eshikni jaqildatib urib, qattiq varqirab, amdila mengishiga eshik yechilib, uy ichidan 15-16 yoshlardagi 10 necha bola aloqazoda bo'lganicha chiqdi. "Sizlar bizga agishib menglar", dedi Sidiq Ko'kko'z aldirash holda. "Vurro deb to'lab bersanglarmi birga hisob. Ma'qul." Ular yugurishib ketayotgan edi. Ular ichidagi bir bola, "Mavi qo'roda Gomidan askarlar bor", dedi yo'g'on bir darvozani ko'rsatib. "Kirmayli, dushmanlar ko'p bo'lib qolsa chatoq", dedi Jilil. "Biz degan ozodlik uchun jinimizni atganlar, nimadan qo'rqatdiq", dedi Qosim Jo'da darvozani zarba bilan tepib ichib. "Vurro danglar bolalar", Sidiq Ko'kko'z qo'ru ichiga mingib. "Vurro!" Balalar qattiq varqirdi. "Derizdan granat tashlayli", dedi Sidiq Ko'kko'z. Qosim Jo'da granatning pilikini uzib, "O'lisha anangni", debla uy ichiga granatni tashlavatdi. Granat portlab chimigandan keyin ular uy ichiga kirishdi. Uyda 14 askarning o'liki turadi. Biri o'choqning ostiga kirib olgan edi. "Chiqa anangni", Qosim Jo'da uni o'choqning ostidan so'rab chiqdi. U qo'rqqandan titrab turadi. U qo'rovga chiqibla qochmoqchi bo'lib yugurgan edi. Sidiq Ko'kko'z uni etib tashladi. "Nega qochdikin anangni? Sizlar", dedi Sidiq Ko'kko'z balalarga qarab, "uydagilarning qorallarini elib olinglar. Tez, atalmasanglarmi ko'tirib, vurra deb cho'qasilib menginglar. Sidiq, asli sen Leskinning o'rinda boshliq bo'lgan nima ekansan? Bo'ldi, yo'q gapni qo'yib, alg'atnayli, yuringlar." Ular vurra deb cho'ng ko'chaga chiqqanda minomyot etildi. "Yetib olinglar!" Hammasi yerga chaplashib beshini cho'mkab yetishdi. Sidiq Ko'kko'z beshini ko'tarib qarasa, balalar texicha yetibdi. "Turinglar, ish tugidi." Balalar qo'rqimsirab boshlarini ko'tarishdi. Ulardan uchi qurbon bo'lgan edi. Sidiq Ko'kko'z buningga qarab qattiq echindi. "Qurbon bo'lgan balalarni maktab ichiga akirib qo'yayli. Sizlar mushu yerda qilinglar", dedi Sidiq Ko'kko'z balalarga qarab. "Sidiq, bu minomyot biz tarafdan etilyotdi-ku. Bilmayotdi-da, laqva go'ylar. Shundoq nimalarga minomyot tutqizib qo'yamdi, anangni. Yog'och tutqizib qo'ymaydigina. Senmi Qosim, to'la tetiqsiz so'zlamay, yur balalarni akirib o'tayli. Bundaq ishlarga odamning ko'zi barbara pishib qoladi ekan", dedi Qosim Jo'da bir balani yudib. "Bular bilan uzun mezgil billa turmag'achqa, ularga mehring yo'q-da. Agar men o'lsam..." Ular balalarni uyga o'rlashtirayotganda Jilil uydan g'ippada sug'urilib chiqib ketdi. Sidiq Ko'kko'z ko'zlaridan
yosh taramlayotgan bolalarga qarab ich og'irdi. Sizlar urush tugugicha mushu yerda turib turinglar, bo'lmasa sizlar xatarga uchraysizlar, dedi. Sidiq, jilil yo'q-ku. Yur, skladga kirib baqayli. Nimandaq odamni azdirtadigandu? Ular maktabning skladiga kirganda Jilil chechilib yotgan pullarni tag'irga qachilayotdi. Jilil, uni olma, tashlab bo'ldi. Bu harbiy tuzumga xilof, dedi Sidiq Ko'kko'z. Nima qaring? Urushdan keyin kerak bo'ladi. Tashlab, olma deyman. Mening ishimga aralashmay chiqib ketish, dedi Jilil ularga olib. Sidiq Ko'kko'z bilan Qosim Joda amalsiz chiqib ketishdi. Ular skladdan amdila uzoq turishiga minomyot o'qi doğrab besilgan skladga tushib, dahshatli ovoz chiqarib portildi. "Jilil!" deb varqirdi Sidiq Ko'kko'z beshini ko'tarib. "Unda qilmasang bo'ladi. U o'zi qildi." Ularning ko'zlaridan ixtiyorsiz yosh to'kildi. "Sidiq!" dedi Qosim Joda. "Uni minomyot o'qida o'ldi deb qo'yayli. Pulning ishini demayli. U urushda xili qahramonliklarni ko'rsatgan. Endi uni unutib qolsak bo'lmas. Undaq desak qandoq bo'lar?" Sidiq Ko'kko'z ikkilanib qoldi. "Mushu ishda sendan o'tinib qolay. Pul degan shayton, u kimni iziqtirmaydi?" "Bo'pti", dedi Sidiq Ko'kko'z tilining uchida. Ular uyan qarashqanicha yo'lga chiqishdi. "Ava kelayotgan G'ani Baturning jangchisi Qosim Tarangu. Voy Qosim, nega manding? Bu yerda yursan-ku? Xudim yo'q, hujum qilib, mushu yerga kelib qoptiman. Sizlar mo shundoq o'xshamamsizlar? Yuringlar, bozorga kirib baqayli. O'zimizning odamlari o'zimizga minomyot etib yuriydi. Shuni demamsan? Ular nurg'un odamlarimizning jiniga zomin bo'ldi. Hey, dushman o'qida o'lmay, o'z o'qimizda o'lgini bakmo afsuslanarli ish bo'ldi. Shuni degina." Ular bozorga kirib Turdaxun, Nasraxunlar bilan uchrashdi. "Hey, Qosim Joda, sizlarni o'ldi deb anglagan edim. Yana yurisizlar-ku", dedi Turdaxun. "Bizning jinimiz bo'sh yerda emas", dedi Qosim Joda. "Xudoga shukri, hayot ekansizlar", dedi Nasraxun. "Nega mangdinglar? Garnizon qo'mondonlik o'rniga kirib, huquq topshirib olayli deb ketib bormiz. Qurban amandu?" "Uni so'rab qolding-ku. Qosim, shundoqla so'rab qo'ydim. Bo'ldi. Qo'rq gapni qo'yib, tozalash ilib borayli. Yur Qosim, biz mangayli." "Qosim Taran, senmi boramsan?" "Men odamlarimni izlab baqay. Ma'qulamsa?" Sidiq Ko'kko'z shundoq deb Qosim Jodani boshlab garnizon qo'mondonlik o'rniga qarab mangdi. Ular timtasliq hukm surgan qo'ro ichidan o'tib, bo'sibla ishxonaga kirdi. Ishxonada bir qo'mondon ofitseri o'rindiqda ruhi tushgan holda o'ltiratdi. Tamda bir mavzur esiqliq turatdi. "Mavuning xotirjam o'ltirib ketganini qara, anani", dedi Qosim Joda qoralini uningga tanglab. "Atma", dedi Sidiq Ko'kko'z. "Nima chiqimni keltirdi mavu? Qara o'ltirishini. Sizlar g'alaba qildinglar", dedi ofitser ularga tikilib qarab. "Shundoq, bizning kimligimizni amdi bilgansan, tur o'rningdan", dedi Sidiq Ko'kko'z. Ofitser o'rnidan turib yenidagi tapanchasini ilishiga sirtdan kirgan Barat palvon uni tapancha bilan etib tashladi. Sidiq Ko'kko'z bilan Qosim Joda tangla keyniga qarshi turib qoldi. "Boshqalar qayerda?" dedi Barat palvon. "Bir qismini bozorda ko'rdik, qolganlarini bilmaymiz. Jilil u." Sidiq Ko'kko'z Qosim Jodaning olishidan oxirgi so'zlarini aytolmadi. "Uningga nima bo'ldi?" "Hech nima. U injiqlamay aytmamsan?" Barat palvonning ochiqi tutdi. Sidiq Ko'kko'z uning surlik alfozdan qo'rqib hammani aytdi. Qosim Joda uningdan qattiq xafa bo'lib, uningga ta'tir qarab oldi. "Bo'ldi, o'g'il bola degan o'nchilik ishlarni ichiga singdirib o'tadigan. Yuringlar, gumbaqqa berib baqayli." Qosim Joda Barat palvonning so'zidan rozi bo'lib, Sidiq Ko'kko'zga olib qarab qo'ydi-da, Barat palvonning keynidan agashdi. Sidiq Ko'kko'z degan so'ziga pushaymon qildi. Ular gumbaqning eshigini ochganida 300 dan ortiq yosh bola yugurishib chiqishdi. Ba'zilarining qo'l putlariga ko'yza, kishan silingan edi. "Sizlarni nima uchun so'lab qo'ydi?" deb so'radi Barat palvon ulardan.
Biz, dedi oqsariq, gavdalik kelgan biri. Go'mindan askarlari edik. Biz ularga qarshi isyon ko'tarmoqchi bo'lganda, oramizdan bir xoin chiqib bizni oshkorlab qo'ydi. Ondan ular bizni so'lab qo'yishdi. Ismingiz Maqsud, aslida Tuanjang edim. Maqsud Tuanjang degina, yuringlar. Sizlarni komandirning oldiga boshlab boray. Bularning qo'ldagi ko'z kishanlarini bo'shtinglar. Bo'shtib bo'ldik. Birli Maqsud Tuanjangning qoldi. Men bo'shtab o'tay. Qosim Joda uning qo'lidagi ko'zini bo'shatdi. Yuringlar amsa. Bular yetib borganda Leskin qo'lini keyniga tutib, yiroqlarga nazar silib turardi. U bu jangchilarning boturligiga ichida opirin o'qiyotdi. Doklad komandir, bular Go'mindan turmasiga qamalganlarkan. Nim sababdan qamalibdi? Dedi Leskin ularga qarg'anicha. O'zlaridan so'rab ko'ring. Barat Palvan shundoq deb Maqsud Tuanjangni Leskinga tunishtirib qo'ydi. Maqsud Tuanjang ahvolni Leskinga tunishtirib o'tdi. Mundaqdan, nihoyat yaxshi qilibsizlar. Odam deganda ashundoq adolatni yoqlaydigan sof vijdon bo'lishi kerak. Sizlar hozircha arom olib turinglar, dedi Leskin samimiy holda. Ondan Barat Palvan tarafga burilib, Barat, sizlar har qaysi joylarni tozalashni kuchaytinglar. Tozalash jarayonida diqqat qilinglar, dedi. O'zimizning otgan minomyot o'qi xili ko'p odamimizning o'lishiga sababchi bo'ldi, dedi Barat Palvan sal ochiqlanib. Bu ish uningga bakmo ig'ir kelgan edi. Biz jangchilarni noy ichiga undoq tez kirib bular deb o'ylamabdik. Sizlar bakmo qahramon, botir ekansizlar. Qoltiz. Leskin boshqacha gap qilmay Maqsud Tuanjangni boshlab shtabga kirib ketdi. Barat Palvan uningga ochiqlanganda qilib keyniga ittik burilib, ig'ir dastlab tozalash ilib berishga yurib ketdi. Sidiq ko'k ko'z bilan Qosim Joda bir-biriga olib qo'yib, uning keynidan agashdi. Go'mindanchilar keynidan yegan zarbidan urkib, Emil daryosining sharq tarafidan kechib o'tib, Urumchi tarafga qochgan bo'lsa-mu, qo'g'lab yo'qotish qismlari tarafidan yo'qotildi. Ularning ig'ir yenik qurollari g'animat elindi. Altay tarafdan kelgan 40 mashina yuk taqalari bilan qo'lga tushdi. Milliy armiyaning zo'r g'alabi bilan nahiya ichiga kirishi ozodlikqa tashna xalqning dillarini so'yindiratdi. Quyosh ko'tarilib, zamin quyosh nurlarini emishga boshlaganda, qurbon bo'lgan 43 nafar jangchining namozi tushirilib, dafna qilindi. Qism imomning mungluq qiroati musibat ilkida yosh to'kib turgan jangchilarning yuraklarini titratib o'tadi. Qurbon ig'ir hasratlanib, bularning yotgan yeri jannatda bo'lsin. Bular ozodlik yo'lida qurbon bo'lganlar. Ey Xudo, bularga jannatdan o'rin bergaysan, deganlarni pichirildi. Buni hammana jangchi Xudodan tilovat etdi. Bu 1945-yili 7-oyning oxirlari edi. Bu vaqtlarda janubiy va o'rta yo'nalishlardagi jangchilarmo zo'r qurbonlarni berib, g'alaba bilan olg'a ilgarilayotdi. Barat Palvan vayronchilik, g'ariblik, shodlik yoshlari to'kilib turgan nahiya ichiga qarag'anicha oilasini, yurtini, Shamolxonni xiyol qildi. Keyin xalqning ozodlikqa erishgandan keyingi osoyishlik kunlarini xiyol qilib edi. Teniga ajoyib bir xil hayajon yomashdi. Uning yuragi shirin armonlar iligida tiparladi. Bular amdi ko'chakka tegish qilish oldida turardi. Davomi bor.